Dunyodagi eng mashhur embriologlardan biri, Kanadadagi Toronto universitetining anatomiya va hujayra biologiyasi professori Kate Moore, Qur'oni Karimdagi mana shu ilmiy mo'jizani ilk bor aniqlagan olimlardan biridir. Qur'oni Karimning homilaning ona qornidagi rivojlanish bosqichlari va uning dunyoga kelishi haqidagi oyatlarini diqqat bilan o'rganib chiqqan professor Moore shunday xulosaga keladi. So'nggi 3 yil davomida men Jiddadagi Qirol Abdul Aziz universitetining embriologiya qo'mitasida ishladim va insonning ona qornida paydo bo'lishi hamda uning ona qornida rivojlanishiga doir Qur'oni Karimda kelgan kashfiyotlar haqidagi izohlar ustida ishlashga yordam berdim. Dastlab men bu bilimlarning 7-asrdayoq Qur'oni Karimda ochiq-oydin yozib qo'yilganligidan hayratga tushdim. Chunki u paytda hali embriologiya fanining o'zi bo'lmagan edi. Ishonchim komilki, bu bilimlar Muhammad Rasulullohga Alloh taolo tomonidan nozil qilingan. Zero bu bilimlarning ko'pchilik qismi insonlar tomonidan bu oyatlar tushganidan keyin oradan bir necha asr o'tgachgina kashf qilindi. Mana shu holat menga Muhammad Rasululloh Alloh taoloning haq payg'ambari ekanliklarini isbotladi.